Xo'sh, endi dunyoga kelgan farzand Xudotars kelinni kelin qildik. Xudoni taniydigan, erini sha'ni obro'sini himoya qiladigan, erini sotmaydigan, eriga xiyonat qilmaydigan qizni kelin qilganimizdan keyin endi navaramiz yoki farzandimiz dunyoga kelgandan keyin endi uni tarbiyasi bilan faqat onasi emas, vaholanki ota ham shug'ullanmoqligi kerak deydilar ulamolarimiz. Chunki bola aslida dunyoga kelgandan keyin sof tabiat bilan dunyoga keladi. Bu borada Hazrati Payg'ambarimiz Rasuli Akram sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan hadisda keltiriladiki, qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: kullu mawludin yuladu ala al-fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Payg'ambarimiz Rasuli Akram sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan hadisda har bir tug'ilgan bola fitrat, sof tabiat ila tug'iladi. Bas ota-onasi uni yahudi yo nasroniy yo majusiy qiladi degan hadisni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Imom Buxoriy rivoyat qilgan Rasulullohdan. Ya'ni bola dunyoga kelyapti sof tabiat bilan. Xudoni taniydigan holatda dunyoga kelyapti. Endi ota-ona uni yo olovga sig'inadigan qiladi yoki hayvonlarga sig'inadigan qiladi yoki yahudiy qiladi yo nasroniy qiladi. Bu ota-onaga bog'liq bu yog'i. Farzand sof tabiat bilan dunyoga keladi. Ya'ni siz u bizni ham musulmonning farzandi musulmon bo'lib dunyoga keladi, Xudoni taniydigan bo'lib keladi. Endi o'sha musulmon farzandni yanada Xudo tars qilib tarbiyalash siz u bizni kattalarning ota-onasini, bobo-buvisini qo'lida endi bu yog'i. Boshidan boshlab uni tarbiyasini chiroyli qilishligimiz endi ota-onasini qo'lida yoki bobo-buvisini qo'lida. Bunga alohida endi siz u biz mas'ulimiz. Bunga e'tibor bermoqligimiz kerak deydilar.